Bozordan charchab, reklamalardan uyga kelsam, mo'shni atmosfera meni kutib turibdi, mana qara. Men marojnilarni qaram. Qaysidan boshlashni bilmay turibman. Bozorda marojni yemay kelganimga shunday quvonib turibman. Bu marojnilarni kimdan topasiz? Agar siz do'konchi bo'lsangiz, optim narxlarda uylaringizga dostavka qilib beradi. Telefon nomerlar profillar qoldiraman. Agar prosta uyingizda yegingiz kelsa-da, telefon qilsangiz dostavka qilib taksilardan chiqarib yuboradi. Ham mazali, ham optim narxlarda eng so'nggi brend marojnilarni topishingiz mumkin. Profil qo'yaman. Profildan o'tib gaplashsangiz bo'ladi. Telefon nomerlarini ham qoldiraman. Naqaram, gashir ko'rgansizlar-da, lekin gashirli marojni ko'rmagansizlar. Qoraqalpoq territoriyada yo'q va Amudaryoda bor. Hozir menga olib kelgan bola aytibdi, Adilat epar reklama qilgandan blogerlardan birinchi bo'lib qolyapsiz deydi. Endi u birinchi qilyapman, men boshqa blogerlar kuzatmagandan keyin bilmayman. Hammasini tavsiya qilaman, sizlar bilan birgalikda yeb ko'ramiz. Natija qanday, mazasi qanday gashirli. Voy, mana qara. Hava gashir chistdi. Voy, yardi. Yardi dishni qara. Voy, mana. Nima demak? Devisi. Pechinaskan, ha. Dahshat. Kimmadan? Просто maqtanisham klientlarga marojni. Zaten yurlar yubarsaymiz. Men deyimcha quyma marojni qo'ydim. Mana qam yubargan ekan, shog'lim sizga rahmat. Burada bir narsa bor burada. Prosta yeyishni tavsiya qilaman. Men ham chaqmay turadi biringlar. Shuni bijir chaqtirib narsasi bor. Hozir chaqmay charchab turib bijirlab boshladi o'zi. Zo'r. Na marojni ichini qarang. Burger marojni kim ko'rdi? Baqalansdan qattiq janjal qilish bo'lsa, shunday niyabishli marojnilar keldi. Ularni yana qo'ygan profilda telefon qilsangiz, Zakir ukamning o'zi sotuvchi do'konlarga apart dostavkalar bilan beradi. Agar uyda yeyapman desangiz, shuning uchun taksi qilib to'lab berib yuboradi. Mo'sh menga burger marojni ham ham sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana shuni qarang. Zo'r tuzatilgan. Endi buni sizlar bilan birga obzor qilamiz. Endigi navbat burger marojni. Yaxshi. Aha, sirlardan bor bu. Ko'rinishi burger, lekin marojni. Sizlar bilan birgalikda tatib ko'ramiz. Buni janjalkash bog'lamiz xatirasi. Vaqtida. Prosta bunun ta'mini tasavvur qilib aytib bera olmayman. Prosta olib yeb ko'rishni tavsiya qilaman. Dahshat mazali marojni. Keyingisi yana trend marojnilar. Choy ichaman deb keldim uyga. Qarasam choydan ham narsa kutib ketgan. Ulam trend marojni. Dahshat. Mazal. Bunu ham zo'r sizlarga. Bir-biridan mazali, bir-biridan zo'r. Ahaha. Shokolad bog'lardan yaxshi ko'rataman, lekin buning ta'mini ko'ramiz. Birovning ta'mi birovdan o'xshamaydi. Har qaysi bir-biridan mazali. Dahshat. İçini qarang. Prosta marojnilardan bir pashlab hozir kunda odamlar miyasi chaqmayadiganini, miyangni bijirdatayotgan narsa lekin dim zo'r ta'mlashlangan, ichida malakosi bormi, bir boshqacha mazali narsasi bor. Keyingi marojni ulam trendda. Taram. Dahshat. No, hammasidan o'tirdim mazalkan. O'sha yerda. Hammasini ta'mi ayriqcha. Bir-biridan o'tiradi maza bo'yicha. Mana haqiqiy pishirdatdim miyani hozir. Ko'p yurganim uchun madim chaqib boshladim. O'sha miyam kechga qarab qo'challashib ketadigan bo'lyapti. Bundan ham tashqari, monanday
Bunday marojnilar kelgan. Profil qoldiraman. Profillarni o'tib, telefon qilib, murojaat qilib olsangiz bo'ladi. Haqiqatan ta'mlari bomba. Neobeshniy narsa egiz kelganlar uchun bu videolar. Endi buni ularni o'sha yili sigirolmayapman. Ular ham dahshat narsalar.